Assalomu alaykum hurmatli Manyus kuzatib boruvchilari. Ramazonni 27-kechasini ham o'tkazib oldik. Qadr kechasi ham deyiladi. Laylatul Qadr ham deyiladi. Bugun Toshkentda Islom sivilizatsiya markazi ham ochiladi. Juda katta inshootlar qurilgan, juda katta ansambl qurilgan. Agar ha desangiz, ma'qul ko'rsangiz, ozgina shu e'tiqodimiz haqida ham gaplashsak. Bunday olib qarasa, dinimizdan uncha gapirmagan ekanman. Baribir aholimizni ko'p qismi, aksari musulmon va shu musulmonlarning ham aksari ro'za tutishmoqda. Ozgina Qadr kechasi nima ekanligi haqida gapirayki, kichkina yosh muxlislar bilmasa agar, kimdir gapirib bermagan bo'lsa, ularga ilm bo'lib qolsin. Agar mabodo kattalar bilsa, ular uchun takrorlash bo'lib qoladi. Ozgina gaplashamiz, endi ruxsat bersalaring. Xullas, payg'ambarimizni endi 35 yoshlarida o'zlari sekin-sekin Hiro tog'iga chiqishni odat qilishadi. Avvaliga bir Ramazon oylarida chiqib ketishadi. Keyin bir 38 yoshga kelgandan keyin doimiy uzlatga ketish odatga aylanadi. 2 yil davomida. Endi Hadicha onamiz yedishda mahsulotlarni berib yuborishadi endi. Keyin shu 40 yoshga to'lgandan keyin vahiy keladi. Ana shu vahiy kelishi ham Qur'onda bor. Alaq surasi 1-5 oyatlar. Iqro deb keladi. O'qing. Men o'qishni bilmayman. O'qishni bilishmaydi. Quchoqlab qo'yib yuborib o'qing. Bir-ikki marta takrorlangandan keyin nimani o'qiyman? Olamlarni Robbisi, Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. O'qing, u insonni lahda qondan yaratdi. Va hokazo, mana shu 1-5 oyatlar Alaq surasi keladi. Vahiy kelgan bo'ladi-da, Jabroil alayhissalom inson qiyofasida kelgan bo'ladi. Deb tashqariga sekin chiqishadi. Nima bo'lyapti endi? Tashqariga chiqsa, tashqaridagi haligi hamma kutib turgan bo'ladi-da, bu intizor kutilgan tong deb nomi o'tadi Saodat asri qissasida. Tosh bormi, daraxt bormi, hayvon bormi, hammasi assalomu alaykum yo Rasululloh deb turibdi. Nima bo'ldi ekan deb tepaga qarashadi. Tepada Jabroil haqiqiy qiyofasini ko'rsatadi. Ko'rsatgandan keyin qo'rqib ketib uylariga yugurishadi. Mani o'rab qo'yinglar, mani o'rab qo'yinglar deyishadi. Hadicha onamiz darrov o'rab birmuncha muddat o'tgandan keyin Muddasir surasi 1-5 oyatlari keladi. Ulanib yotgan odam, tur va ogohlantir degan oyatlar. O'ranib olgan odam, misol uchun. Mazmuni, men so'zma-so'z bilmayman. Mazmuni shunaqa. Endi o'ranib yotgan odam kim endi u? Men bo'lishim mumkinmi? To'g'ri, 15 asr oldin u payg'ambarimizga aytilgan. Lekin hozirda bizga ham aytilyapti-da. O'ranib yotgan odam. Kim u o'ranib yotgan odam? Nafsiga o'ranib yotgandir. Mavqeiga, nasliga, nasabiga o'ranib yotgandir. Ana shu bilan ovora bo'lib, atrofni ko'rmayotgandir. Men falonchilardanman, men pispadonchi amaldorman, meni pulim shuncha deb o'zini qobig'iga o'ranib olgandir. Ogohlantir.
keyin uyg'onib endi turib nima qilsak bo'larkin? Hadicha onamiz keyin tog'alarini o'g'limikin, amakilarini o'g'limikin Varaqa ibn Naffalga olib borishadi. O'sha kechasi. Varaqa endi Tavrotni ham, Zaburni ham biladigan inson. Bir boshdan eshitib turib suyunchi olishadi. Yo Muhammad deydi. Suyunchi oladi. Muborak bo'lsin deydi. Nabiylik muborak bo'lsin. Kutilgan nabiysiz siz. Lekin yoshi kattada endi Varaqani. Hali kelajakda qabila, qavming, birodarlaring, qarindoshlaring senga qarshi chiqadi. Sizga qarshi chiqadi. Qaniydi o'sha paytgacha tirik bo'lsam-u, sizni himoya qilib yursam. Payg'ambarimiz aytishadiki, meni o'zimni birodarlarim o'zimga qarshi chiqadimi? Bu qavmim, qabilam qarshi chiqadimi? Ha, bu mana shunaqa buyuk g'oya yo'lida boradigan bo'lsangiz, eng yaqinlaringiz sizga qarshi chiqishi mumkin. Qarshi chiqadi ham. Lekin bu Xudo tomonidan berilgan da'vo. Rahmat bo'lib kelingan. Shunda payg'ambarimiz o'sha qadimgi gapni aytishadi. Eshitdik va itoat etdik. Qaror qildi. Qaror qilishadi. Qadr kechasini muhimligi mana shunda. Ya'ni qaror qabul qilish kerak. O'z da'vosida, o'z yo'lida qat'iy tura bilish kerak inson. Yaqinlaridan har xil to'siqlar kelishi mumkin. Misol uchun jurnalist bo'lsa odam shuni gapirma, bizni o'yla deb oilasi gapirishi mumkin, ota-onasi gapirishi mumkin. Haqiqatni gapiray desa, yaqinlari to'xtatib qolishi mumkin. O'zini qishloqdoshlari, shahardoshlari qilib yaqinlari qilmagin shu ishni. Men seni o'ylayapman deb yo'lda urishi mumkin. Yo'q deb qaysarlik qilib davom etsa, dushmanlik qilishi ham mumkin. Ana shunaqa ehtimollar paytida yo'limda sobitman degan qarorni qabul qiladigan kecha Qadr kechasi bo'ladi. Payg'ambarimiz o'shanda eshitdik va itoat etdik. Bo'ldi. Tushunarli. Men gap yo'q. Men shu yo'limda, shu da'voda sobit bo'laman deyishadi. Endi bu bittasi, yana bitta nimasi bor. Bir sahobalar bilan o'tirishganda aytishadiki, Bani Isroil qavmidan bir mujohid bo'ladi. 1000 oy davomida sovutni kiyib Xudoning yo'lida jihad qiladi deb gapirib berishadi, hikoya qilib. Bani Isroil qavmidan. Keyin sahobalar ozgina mahzun bo'lishadi. Mahzun bo'lib aytishadiki, biz 1000 oy yashamaymiz-ku. U paytda endi ko'p yashagan. Endi 1000 oy bir 83 yilu 4 oyga boradi taxminan. Hozir 83 yil yashaydigan odam topish ham qiyin-da. Ayniqsa bizning jamiyatda. U odam mujohid. Bani Isroil 83 yil jihad jang qilgan. Demak, bir 17 yoshida sovut kiygandir. Keyin bo'ldi deb yechib yana qancha yashagan Xudo biladi endi. Sahobalar buni eshitib ozgina mahzun bo'lishsa, sizlarga ana shu 1000 oydan ham qadrliroq kunni aytaymi? Ha, Qadr kechasini aytishadi. Mana shu kun 1000 oydan ham afzaldir deyishadi. Mana bu ham bitta nimasi. Qadr kechani qiymatini qay darajada ulug' ekanligini ko'rsatuvchi bu ham bir rivoyat. Keyin shariatda shunday bir ta'limot borda.
Ramazonni e, muborak oy ekanligi. Misol uchun qanday tushuntirsak, mana jasadning qiymati ruhga bog'liq. Ruh bo'lmasa, ya'ni jon, ruh bo'lmasa, u bir loshda u. Jasad qurtlar yeydigan, ilonlar yeydigan go'sht, suyak bilan go'sht. Lekin uni qadrini oshiradigan ruh bo'ladi. Ruhni qadrini oshiradigan narsa qalb bo'ladi, ko'ngil bo'ladi. Ko'ngilni ham bir qadrini oshiradigani iymon bo'ladi. Bizni qarashlar shunday. Xuddi shundayki, mana bu yil 12 oy. Shuni qadrini oshiradigan 3 ta oy bor. Rajab, Shabon, Ramazon. Mana shu 3 ta oyni ham qadrini oshiradigan Ramazon bo'ladi. Ramazonni ham qadrini oshiradigan kecha Qadr kechasi bo'ladi. Mana sizga. Chunki Ramazonni nega boshqa oylardan Ramazon qadri baland? Hamma kitoblar nozil bo'lgan oy shu oyga to'g'ri keladi. Misol uchun Ibrohim alayhissalomga sahifa Ramazonni 1-kunida kelgan. Keyin Musa alayhissalom Tavrot Ramazonni 6-kuni kelgan. Yo'q, Davud alayhissalomga Zabur Ramazonni 6-kuni kelgan. Musa alayhissalomga Tavrot 12-kuni kelgan. Iso alayhissalomga Injil 18-kuni kelgan. Ramazonni va Qur'oni Karim payg'ambarimizga 27-kuni kelgan. Aynan o'sha Qadr kechasi vahiy kelgan va nozil bo'lgan, tuxum ekilgan. U tuxum keyin sekin tuxumni eksangiz to bir unib chiqadi-yu, ana shu unib chiqqan davr 23 yil. O'shaning uchun ham Ramazonni qadri baland deyiladi. Qur'on nozil bo'lgan kun deyiladi. Qalbga joylangan kun deyiladi. Endi savoblar masalasida ham shunday. Misol uchun oddiy kunda bitta savob ish qilsangiz, Xudo bir 10 ta savob deb yozadi. 10 ta savob. Lekin haligi Rajab, Shabon dedik-ku, ana o'shanda 100 ta, 300 ta savob yozadi. Ramazon kunlarida 1000 ta, bitta savobga 1000 ta. Ramazonni juma kunlari esa minglab. Lekin Qadr kechasi 30 ming ta savob yozadi. Ya Alloh deb qo'ysangiz 30 ming ta savob bor. Qarang. Shuning uchun ham 1000 oydan ham qimmat deyiladi. Mana sizga. Endi men ozgina qisqa qilib bu tarixini gapirib berdim. Sizlar baribir bilasizlar. Men bilmaydiganlarga gapirdim. Lekin gap faqatgina uni tarixida emas, bu ko'rinadigan ish. Mohiyat bor. Islomning o'zi mohiyati bor. Islom dinini misol o'qiganda tushunadigani va uni zamiridagi mohiyat bor. Qur'on shu narsalarni tushuntirishga harakat qiladi. Misol Ayub kim desa, Ayub sabr qilgan payg'ambar deydi. Yunus kim? Baliq yutgan payg'ambar. Ibrohim alayhissalom kim? Olovda yonmagan payg'ambar. Bu ko'rinib turganida, lekin islomning mohiyati ham bor. Misol uchun. Men endi xalqaro mavzuga sekin o'tishdan oldin ozgina dindan gapiryapman, chunki bu yerda hozir Eron haqida gap ketadi-da. Eronni tushunish uchun dinni tushunish kerak. Men bu yerga Eron deb yozishdan ko'ra ozgina dinimiz haqida gapiray dedim-da. Misol uchun Ayub sabr qilgan, gunohlar qamrab olyapti. Hamma joyni. Kasallik emas, gunoh. Mana shunday, bu mohiyati.
Haligi ko'rinishi kasallik, xastalik, lekin u baribir Xudo deyapti. Gunohga botgan baribir Xudo deyapti. Xudo, Xudo, ey Xudo, Xudo meni kechir. Meni kechir, ey Xudo. Gunohlardan forig' bo'lyapti. Yunus alayhissalom yutgan baliq emas, bizni yutgan nafs. Nafs bu baliq sifatida kelyapti. Yana Xudo deb biz o'sha nafsdan qutulyapmiz. İbrahim alayhissalomni o'rab olgan olov emas, bu biz. Biz İbrahimmiz. Ya'ni alayhissalom payg'ambar ma'nosida emas, mohiyatan olib qaraganda har bir banda u dars bermoqchi, Qur'on, din dars bermoqchi. Payg'ambarni olovlar o'rab olganda ham Allohni unutmadimi? Olov yoqmaydi. Bizni kufr olami o'rab olgan bo'lsa ham olovdek. Biz Allohni unutmasak yonmaymiz. Mana ko'ryapsiz, har bir payg'ambarning mohiyati bor. Agar yuzaki qaralsa, u deb qaraymiz payg'ambarlarga. Mohiyatiga qarasak, biz deb qaraymiz. Bilmadim, men tushuntiryapmanmi? Mullalar yaxshiroq tushuntiradi. Din ahkomlari yaxshiroq tushuntiradi. Lekin biz ham musulmonmiz, hammamiz musulmonmiz. Biz bu narsalarni bilishimiz kerak. Shart emas, har 40 dan oshsak ham, 50 dan oshsak ham masjidga borib imomdan eshitish. O'zimiz ham o'qib o'rganishimiz kerak. Axir birinchi oyat o'qi deyilgan-ku. Mana. Hali buni endi 30 mingta deyapmiz-u, unaqa emas. Balki undan ham ko'pdir, u kamida bu. Chunki payg'ambarimiz hali sahobalari bilan o'tirishganda aytishgandiku, 1000 oydan ham qadrliroq bir kun, bir tunni berdi Xudo bizga deb gapirishgan. Ana shu gapdan keyin Laylatul Qadr surasi keladi. Vamo kadrok, vamo nima edi? Vamo nima edi u? Vamo azro kamo Laylatul Qadr. Hozircha eslamayapman. Vamo azro kamo Laylatul Qadr. Siz Qadr kechasini nima ekanligini qayerdan bilasiz? Ya'ni uni qanchalik qadrli ekanini qayerdan bilasiz? O'zi insoniyatning eng aqlli odamiga aytilayotgan gap bu. Tepadan turib. 1000 kechadan ham a'lo. Siz qayerdan bilasiz? Undan ham ziyodroq. Undan ham ziyod. Mana nima uchun Qadr kechasi muhim hisoblanadi. O'rtoqlar. Men endi ozgina Qadr kechasi haqida gapirdim. Noto'g'ri tushunmanglar, chunki baribir bu e'tiqodimiz. Kimdir gapirish kerak. Oramizda biladiganimiz bor, bilmaydiganimiz bor. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Qadr kechasi hammamizga muborak bo'lsin. Tani jonimiz sog' bo'lsin, iloyim. Endi shu bilan efirni tugatsam bo'lardi, faqat ozgina xalqaro mavzuni ham gapirib qo'yaylik. Chunki bizni asosiy yo'nalishimiz xalqaro mavzu. Ichkaridan ozgina muammolarni ham gapirib turamiz. Takliflarni aytib turamiz. Bir qaror chiqib qolsa, unga o'zimizni munosabatimizni berib turamiz. Bu sizlarga yangilik emas. Xo'p. Eron bilan Isroil Amerika urushi, o'tgan safar aytdikki, Livanda ham front ochilgan. Isroil ikkita frontda urushyapti dedik. Hozir Livanda qattiq urush ketyapti. Isroil Amerikani jalb qilgani sababi Eronni, bu Amerika ushlab tursin, men Livanni bemalol bosib olay demoqchi bo'lgan.
Amerika kelsa qolganlar ham keladi deb o'ylagan. Lekin qolganlar kelgani yo'q. Amerika o'shaning uchun chaqirib yotibdi. Mana misol uchun NATO kelsin. Agar kelmasa NATO uchun kelajak yomon bo'ladi. Mana shu yerda bir xalqaro qonunchilik masalasi bor. Umuman NATO bu himoya qiladigan tashkilot, mudofaa bloki. Misol kimdir hujum qilsa NATO davlatlariga, ular birlashib himoya qilishadi. NATO bu hujum qiladigan tashkilot emas. Eron NATOni hududiga bostirib bordimi yo'qmi? Tramp nahot buni bilmasa? Eron o'tiribdi-yu joyida. Hech kimga xalaqit bermay. Qayerni bosib olyapti Eron? NATO kesinmish. NATOdagilar ham yo'q, bormaymiz dedi. Xitoy kesin deyapti keyin. Bu umuman tushunib bo'lmaydigan gaplar gapiradi-da. O'zi tezroq mana urush tugatib Xitoy bilan urushmoqchi Tayvan masalasida. Mayli buni ham qo'ying. Eronni orqasida qo'llab turayotgan bittasi Rossiya bo'lsa, bittasi Xitoy-ku. Qanday u Xitoy kelsin-da Eron bilan urushsin deydi. Tushunish qiyin bo'lyapti-da. U nima xohlayapti o'zi? Shuna deyish mumkinmi o'zi? Bermayapti. Neft o'tkazmayapti, o'tkazyapti. Faqat Amerika, Isroil va hokazoga. Misol Hindistonga ham o'tkazayotgani yo'q. Mana. Chunki Hindiston dron ishlab chiqarib Isroilga berib turardi. Modi nima? Musulmonlarning dushmani. Yomon ko'radi musulmonlarni. Keyin Eronni rahbariyati chiqib gapirdi. Biz Hind xalqiga dushmanligimiz yo'q. Biz ularni doim sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Faqat hukumati noto'g'ri tarafga o'tib olgan. Biroq shu gap gapirildi, Hindistonda oyoqqa turib ketishdi. Hindiston oyoqqa turdi. Namoyishlar bo'lyapti. Endi namoyishlar butun Yevropaga tarqalgan hozir. Germaniyada turib Eronni qo'llab-quvvatlab namoyish qilishyapti. Hamma Eron tarafda. Chunki Eron hozir mazlum pozitsiyasida qolgan. Mazlum. To'g'ri, u yerdagi rejim unchalik ham to'g'ri emas. Rejim yaxshi boshqaruv bo'lmayapti u yerda. Lekin bu boshqa masala. U ichki o'zlari hal qilib olishadi. Hal qilishayotgan edi ham. Aralashmasa xalq o'zi oyoqqa turib, "Sen nima qilyapsan? Bu ahvol chatoq-ku" deb turgan edi. Ular kelishdida rejimni ag'daramiz. Urush boshlanmasdan oldin aytdik. Bo'lmaydi, ular birlashib oladi. Tashqaridan kim kelsa farqi yo'q, do'stmi, dushmanmi? Ayrim jamiyatlar bor-da. Men endi kimligini aytmayman. O'zaro nizolashib tursa, tashqaridan kimdir kelsa, o'sha dushmanga qo'shilib, mana bu vatandoshini, millatdoshini, dindoshini o'ldiradi. Shunday bo'ladi. Ba'zi jamiyatlar bor. Siz anglab turibsiz. Chunki 100 yil oldingi voqeani siz juda yaxshi bilasiz. Eron unaqa emas. Eron bugun jiqqamish bo'lib turgan bo'lsa ham, chetdan birov kelib yurtga bosim qiladigan bo'lsa, shuni ikkalasi o'zaro adovatni unutadi-da, avval unga qarshi urushadi. Uni tinchitib, qatta qoluvdik deb yana bir bilan urushib o'tiraveradi. Vatan mana shunday himoya qilinadi ularda.
Lekin bizda unaqa emas. Mayli aytib qo'yavering. Buxoro amirligi bilan Qo'qon xonligi jiqqamish bo'lib turganda. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlarda yozgan-ku, 100 yil oldin. Qipchoq bilan qora chipon bir-birini qirpichoq bo'lib turganda u o'ris oq masjidni egalladi deydi. Shunaqa qilib egallab olgandilar. Shunday buyuk yurtni. Jannat makon yurt o'zaro adovatlar tufayli sotilganini hech kim tan olmayapti negadir. Hatto jadidlar ham ikkiga bo'linganini gapirish hozir negadir to'g'ri emas. O'sha rus tuzim maktablarida o'qib kelgan, tong yaqin, oppoq tong yaqin deganlar, yasha shuro deb she'r yozganlar, kechagi kunni kecha deb, Rossiya kelsa kunduz bo'ladi deb, kecha va kunduz yozganlar. Mayli endi u mavzu hozir u emas, faqat Eron bunaqa xalqlar sirasiga kirmaydi. Mana shuni u tushunmadi. Men o'yladim, u aqllilar buni kongress bilan maslahat qilishsa kerak, rozi bo'lmasa kerak, urush bo'lmasa kerak. U yerda ham deb monitoring qiladigan, kuzatib boradigan bo'lsa kerak deb urush bo'lmaydi deb kelayotgandim. Bu kongressdan ruxsat so'ramay shuncha kemani olib kelib oldi. Endi urush bo'lar ekan deb axir urushni ham boshlab oldi. Endi NATOdan yordam so'rayapti. To'xta, sen bittasiga hujum qilishda NATO bilan maslahatlashdingmi? Kim bilan maslahatlashding? BMT bilan maslahatlashdingmi? Hech yo'q. Yana u BMT'yu anu Yevropa kengashi Eronni yomonlayotibdi. Biz sanksiyalar kiritamiz. Nega sanksiya kiritasan? U nima qildi? Burnini tagiga bazalarni olib kelib qo'ygan bo'lsa, "Olsan nariroqda bor anatda o'yna" degani uchun sanksiya kiritasan. Tavba. Hatta diniy radikallar egallab olgan. Ha, o'zing Oqsaroyda, Oq uyda mushkul kushovot o'qiyotibsan-ku, evangelistlarni chaqirib. U diniy nima emasmi, marosim emasmi? Dinga suyanib qolding-ku o'zing. Ya'ni tupikka kirganingda din seni qutqarib qolishga ishonyapti-yu. Endi Hormuz yopildi degani bu faqatgina neft emas-da, o'rtoqlar. Bu logistika qiyinlashadi degani, bu bizga ham ta'sir qiladi. Benzin narxi oshadi degani. Faqatgina bizda emas, butun dunyoda benzin narxi, yoqilg'i narxi oshdi degani, bu transportirovka narxi ko'tarildi degani. Oddiy mana o'g'itni olib o'tish qiyin. O'g'it uchun bu sug'urta kompaniyasi narxini 100 baravarga oshirib yubordi degan, 100% ga misol. Oldin 1000 so'm bo'lsa, hozir 2000 so'm bo'ldi degan gap. Oddiy sug'urta. Bundan qochib ba'zilar yo'lga ham tushmayapti. Borib olib ketsa, yo men yo'lga chiqmayman, bu yog'iga qimmat bo'lib ketdi. Eshagidan to'qimi qimmat devoryapti. Endi u logistika ishlamasa, oddiy o'g'it, men qolgan mahsulotlarni aytmayapman. Go'ng, o'g'it, butifoslar deymiz u. Ana shu o'g'it fermerlarga, mamlakatda katta fermerlar bor. O'g'it ham shu eksport import bo'ladigan mahsulot. Eng ko'p o'g'it ishlab chiqaradigan Rossiya. Biogumuslar, bir narsalar. U yetib bormayapti. Ha, u hozir ekin davri, bahor keldi. Hali buni asorati may, iyun oylarida bilinadi. Orqa oldini o'ylamay bir urushni boshlab olgan. Hali o'g'it muammo bo'lsa, ekin-tekin muammo bo'lsa, bu degani oziq-ovqat muammo bo'ladi.
Dunyo rostdan ham krizisga qarab ketyapti. Hani mabodo o'g'i tal bo'lsa suv talash boshlanadi. O'z-o'zidan suv muammosi yana avjiga chiqadi. Ya'ni biri ikkinchisiga bog'liq muammolarda bular hammasi. Eng qizig'i bu bir ikkita qishloq o'rtasida emas, bu butun dunyo bo'yicha ta'sir qiladigan masala. Hani endi Isroil hozir Eronga bir ikkita raketa otyapti xolos. Lekin asosan Livanga Livanga hujum qilyapti. Lekin Eron to'xtatmay Isroilga hujum qilyotibdi. Nafaqat Isroilga, Birlashgan Arab Amirliklariga ham. Mana Dubayni ahvolini ko'ring. 2 oy oldin reklamalar chiqib kelardi ijtimoiy tarmoqda. Zo'r investitsiya qiling, kelajagingizni o'ylab, mana shu yerga pul tiking, mana uylardan oling. Oyiga shunchadan bersangiz, shuncha pul qoladi sizga. Reklamalar ko'p edi. Hozirchi birjada aksiyalar narxi tushib ketib qolgan. Dubay hayron, Birlashgan Arab Amirliklari hayron. Unga bitta shart qo'yildi. Harbiy bazalarni chiqarib yubor. Iroq chiqarib yuborishga qaror qilgan, endi hali chiqargan yo'q. Chiqarsa uni xabarini beramiz. Va arab ülkelerinde hozir ikki o't orasida qoldi. Amerikaga ishongan, lekin Amerika himoya qilolmayapti Erondan. Nima qilish kerak shunaqa paytda? Balki bir ikki oydan keyin balki harbiy bazalarni chiqarib shu bilan tinchib qolar balki. Lekin ishonish qiyin. O'sha Muddasir surasi ilk oyatlarini eslang. Ey uranayotgan odam yoki ey uranayotgan. Boylikka, nafsga uranib qolgan arablardir balki. To'r o'rningdan deyapti. Yech, mana dollar degan yopinchiqni yech deyapti. Boylik degan yopinchiqni yech deyapti. Dunyoga mehr qo'yib qo'yibsan, shu mehrni yech deyapti. Uranib olibsan. Bitta oyat bu. Endi men tafsirchi emasman, mufassir emasman. Shunchaki tushunganimni shu oyatdan shuni tushunyapman deb gapirdim xolos. Da'vo ham qilmayman dindorlikka. Voy, gunohim o'zimga yarasha. Alisher Navoiy bekorga aytmagan. Qilib men oncha isyon kim agar do'zax aro kirsam, mening qilgan gunohim birla do'zax sarbasar to'lg'ay. Hammani gunohi o'ziga yarasha. Lekin Xudoga beadad shukr, hozircha sharmanda qilmayapti. Balki imkon berayotgandir. Voy, o'zingni o'ngla. Senga amal berildi. Amaldan to'g'ri foydalan. Senga qalam berildi. To'g'ri narsani yoz. Senga til berildi. To'g'ri narsani gapir. İmkon berilayotgandir balki. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar mana shu imkoniyatdan unumli foydalanishi iltimos qilardim. Avvalo o'zimga talab qo'yaman. Sizlardan esa iltimos. Bugungi shu do'stlar, tong otib qoldi. Qadr kechasi aynan 27 mi? Buni yana Xudo biladi. Lekin siz guvohsiz, oxirgi mana shu bir haftada saharxo'rlikdan keyin efir qilyapman, chunki kechasi uxlamayapman. Kechasi uxlamay yangiliklarni olib, saharxo'rlikdan keyin sizlarga gapirib, keyin darsga ketyapman. Zora Xudo shu bahona bir gunohlarimni kechirsa. Tani jonlaring sog' bo'lsin. Yaqinlaringizga uzating. Dinimizdan ozgina ko'p gapirib qo'ygan bo'lsam, meni kechiringlar. Gapirish kerak edi. Bugun Qadr kechasi bo'lgani uchun, ya'ni o'tgan kecha, hozir tugagan kecha
Qadr kecha bo'lgani uchun fursatdan foydalanib gapirdim xolos. Like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Yaqinlaringizga uzating. O'zingizni ehtiyot qiling. Kelayotgan Hayit bayrami muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.